Dunyodagi eng yaxshi markazlashtirilmagan aqlli kontrakt loyihasi. Bu haqiqatan ham to'xtatib bo'lmaydigan tizim bo'lib, unda har kim million dollarlik daromadga ega bo'lishi mumkin. Bu Polygon blokcheynida ishlaydigan uzoq muddatli tizimdir. Bugungi video siz uchun hayotingizni o'zgartiruvchi imkoniyat bo'ladi. Chunki biz butun dunyo bo'ylab tizim haqida gaplashamiz. Unda har kim bor yoki $4 sarmoya kiritib, ish va ishlamaydigan usullar orqali million dollar daromad olishi mumkin. Bu yerda siz 5 ta portlovchi bilan 100 to'g'ridan to'g'ri daromad olasiz. Daromad turlarida siz daromad ustiga cheksiz daromad olishingiz va cheksiz ust toplashingiz mumkin bo'ladi. Keling, ushbu ajoyib loyiha haqida gapiraylik. Uning nomi Ust savati va rasmiy veb-sayti www.ustbasket.co. Bu aqlli kontrakt texnologiyasiga asoslangan markazlashtirilmagan tizim bo'lib, u odamlar tomonidan odamlar uchun yaratilgan shaffof tengdoshlar tizimi bo'lib, u ust savati bo'lib, u Ethereum uchun TWO qatlam yechimi bo'lgan Polygon blokcheynida qurilgan va markazlashtirilmagan ilovalarni yaratish uchun asosni ta'minlaydi. Qanday qilib bu yerdan boshlashingiz va ushbu tizimga qo'shilish uchun cheksiz daromad olishingiz mumkin? Siz boshlangich depozit sifatida atigi $4 sarmoya kiritishingiz kerak. $4 bilan qo'shilganingizda, siz $4 bilan qo'shilishingiz va TWO to'g'ridan to'g'ri referal shartni bajarganingizdan so'ng, sizning to'plamingiz bronza deb nomlanadi. Keyin ikkinchi darajangiz avtomatik ravishda $4 bilan ko'tariladi. Hisobingizni $2 bilan o'ringa ko'tarishingiz mumkin. Ushbu tizimda jami 60 ta paket mavjud. Eng yaxshi tomoni shundaki, siz qo'lda yangilashingiz mumkin, lekin bu yerda siz avtomatik ravishda tizimni yangilashni to'xtata olmaysiz. Millionlab dollar ishlang. 4-sixten uchun 5-32 va shunga o'xshash sixten paketgacha sixten paketda sizning hisobingiz $90 yangilanadi va bu darajada siz millionlab dollar ishlashingiz mumkin. Keling, daromadning 5 ta portlovchi turi haqida gapiraylik. Siz bu yerda oladigan daromad turlari: number 1 yo'naltirilgan daromad, number 2 yo'naltirilgan yangilash daromadi, number 3 darajali ko'tarilish daromadi, number 4 royalti daromadi, number 5 klub daromadi. Har bir daromad turini batafsil tushunish. Number 1 yo'naltirilgan daromad, ularni ushbu tizimga havolangiz orqali havola qilganingizda, siz 100 to'g'ridan to'g'ri daromad olasiz. Siz cheksiz odamlarga murojaat qilishingiz va cheksiz to'g'ridan to'g'ri daromad olishingiz mumkin. To'g'ridan to'g'ri referallaringiz o'z darajalarni ko'targanda, siz ulardan komissiya olasiz. Misol uchun, agar sizda tenta to'g'ridan to'g'ri yo'llanmalar bo'lsa va ularning barchasi kumush darajaga ko'tarilsa, har bir a'zo uchun $0.10 ishlab topsangiz, bu sizning jami daromadingiz $10.0 ni tashkil qiladi. Ular 8-darajaga ko'tarilganda, har bir a'zo uchun $0.32 jami $3.2 bo'ladi. Chunki bu darajada taqsimlangan bo'lsa, siz $15,000 ko'tarilish orqali daromad olishingiz mumkin. Number 3 darajali ko'tarilish daromadi shuni anglatadiki, har safar jamoangizdagi har kim o'z darajasini ko'tarsa, siz uning ko'tarilish summasining belgilangan foizini olasiz. Bu daromad ikkinchi o'rindan sixten darajaligacha amal qiladi. Agar sizning ikkinchi darajangizdagi jamoa a'zosi o'z darajangizni ko'tarsa, bu qanday ishlaydi? Siz ularning ko'tarilishining effektiv foizini olasiz. Daromad miqdorining effektiv, agar siz shaxsan ko'p ishlamasangiz ham taqsimlanadi. Jamoangiz tarqalish orqali o'sadi va siz hali ham daromad topasiz. Keling, tizimga bilan qo'shilganingizda bu qanday ishlashini tushunib olaylik. Agar siz 2 ta a'zoga murojaat qilsangiz, sizning darajangiz bronza deb ataladi. Har biridan $4 ishlab olasiz. Bu sizga jami $4 miqdorida hisobingizni yangilash uchun ishlatiladi va har bir a'zodan so'ng 2 kishi murojaat qiladi. 4 a'zoni kumush darajangizga olib kirganingizda, har bir a'zodan $4 ishlab topsangiz, umumiy daromadingiz $13.0 ga teng bo'ladi. Chunki bu $2 effektiv taqsimlangan holda raqamingizni yangilash uchun sarflanadi va $5.0 daromadingiz PRL darajasida qoladi. Siz 8 ta a'zoga egasiz, har bir a'zodan $2 ishlab olasiz. Effektiv taqsimot bilan umumiy daromadingiz $514.4 bo'lib qoladi.
Sizning daromadingiz bu tizim sixten o'ringa ko'tariladi. Har safar jamoangizdagi har kim o'z darajasini ko'tarsa, siz ektifve komissiya olasizmi? U sizning to'g'ridan to'g'ri yo'naltiruvchi bo'ladimi yoki tarqalish orqali keladimi? Bu sizning jamoangiz qanchalik katta bo'lsa va ular qanchalik ko'p ko'tarilsa, daromadingiz sixten o'rinda shunchalik ko'p o'sadi. Siz $50 million ortiq pul ishlashingiz mumkin. Agar siz hisobingizni 8 darajaga ko'tarsangiz, royalti daromadi 4 elita darajasiga ega bo'lsangiz, royalti daromadiga ega bo'lasiz. Tizim daromadining jami 4% elita toifasi a'zolari o'rtasida taqsimlanadi. Taqsimlash quyidagicha ishlaydi. Elita darajasi EXT 4. Toj darajasi 10 master daraja 12 va 4 grossmaster 4 raqibning sixten 4 faxriy unvonning EXT 4 dan 2012 bu royalti daromadi har hafta barcha munosib a'zolarga o'z darajangizni ko'tarish orqali taqsimlanadi. Siz katta royalti daromadini olishingiz mumkin. 50 inchome klub daromadi. Klub daromadining yana bir asosiy daromad manbai bo'lib, tizim daromadining foizini tashkil qiladi. Klub a'zolari o'rtasida taqsimlanadi. Agar sizda 250 a'zodan iborat jamoa bo'lsa va hisobingizni 7 darajaga ko'tarsangiz, bu qanday ishlaydi? Siz klub daromadiga ega bo'lasiz. dan EXT har hafta tojda olmos darajasidagi a'zolar o'rtasida taqsimlanadi. 112 o'rinni egallang va EXT darajani ko'taring. Siz dan tenga ega bo'lasiz va jadvalda daraja holati va taqsimoti saqlanib qolganligini ko'rishingiz mumkin. Klub daromadlarida ishtirok etish orqali siz katta miqdorda qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. Hamyoningiz orqali ulang MetaMask yoki ishonchli hamyon hisob qaydnomangizni yaratgandan so'ng siz boshlashingiz mumkin. Ko'proq uchun cheksiz daromad olish tafsilotlarini baham ko'rgan odam bilan bog'laning. Bu video siz bilan uchun rahmat tomosha.